Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Men qarindoshlar Nabijala. Bugun sizlar bilan mushu xo'sh qarindoshlar. O'tgan yili mushu qaytish filmini ishlash uchun bizga har shaklda dunyoning har yeridagi qarindoshlarimiz nihoyatda yaqindan moddiy va ma'naviy jihatdan yordam bo'ldi. Buning tipik misoli shaklida men tuvandagi qarindoshlarimizga alohida rahmatimni bildiraman. Chunki biz qarindoshlarimizning ozdir ko'pdir yordamga erishgan bo'ldik. Buning uchun biz chuqum bir rahmat tuyg'usi bilan bu qarindoshlarimizga cho'q. Hech bo'lmaganda ma qarindoshlarim menga bizga bir yordam qildi degan nuqtada rahmatimizni ekran orqali qarindoshlarimiz bilan o'rtoqlashish bu nihoyatda muhim deb qarayman. Bu qarindoshlarimiz buningdan tama yo'q, buningdan istigi yo'q. Faqat mushu filmning ro'yobga chiqishi va bu qisqa filmchiligimizning taraqqiyoti uchun o'zining bir kishilik hissasini qo'shdi. Demak, mushu filmlarning ro'yobga chiqishiga mush qarindoshlarimizning moddiy dastagi bilan bu ishlar amalga oshdi degan. Demak, bu ishlarga qarindoshlarimizning bu yaxshi ishlardimi ham shu yordam qilgan, duolarda bo'lgan, har shaklda bizga moddiy va destak bo'lgan qarindoshlarimizning peva hasdorlik bor deb o'ylayman. Shuning uchun bu yerda men asli buni vaqtida ishlash kerakdi, vaqt munosabati bilan va ba'zi bir o'zimizning hayot aldirashligi bilan bu ish biroz nima qilib ketib qoldi. Shunga men bu rahmatimni bildirish bilan birga shu qaytish filmini qarindoshlar bugundan boshlab mana 8-oyning 29 kuni bugun juma, har birlariga jumalik ham salom yo'llaymiz, ham bir so'g'u sifatida bundan keyin shu qaytish filmimizni bizning turbitimizda ichib etdik qarindoshlar. Haqiqiy shaklda mush qarindoshlarimiz shu Facebookning aslini ulanmaga nimani ulanmasini yo'llab qo'yma. Har qaysi o'zimning ijtimoiy taratqularda buni ulanmasini yo'llab qo'yman. Mush ulanma orqali ko'rishinglarni hamda bizga mushu nimaga yordam berish uchun yoki yordam qilmoqchi bo'lgan qarindoshlar faqat bizning kanalimizga, turbitimizga yillik va oylik a'zo bo'lsanglar bo'ladi. Birinchisi Avstraliya Uyg'ur Tangirtog' ayollar uyushmasi. Bu qarindoshlarimiz bu film chiqqandan keyin shu Avstraliya Adelaide'dagi jamoatni tashkillab, bu jamoat bilan birlikda ko'rish bilan birga ham iqtisodiyotdan bizga yordam bo'lgan bo'ldi. Shu so'rgan kelgan qarindoshlarimiz hozir ko'pdir o'zining ataqallarini yo'llagan bo'ldi. Alloh ulardan rozi bo'lsin. Demak, bizga eng cho'ng sponsorlikni qilgan shu Avstraliya Uyg'ur Tangirtog' ayollar uyushmasi. Alayda rahmatimizni bildiramiz. İkincisi Kanada'daki sahavetçi qarindoshimiz To'yg'in Abdulla qarindoshimiz bu bizning Xorlangan Vicdan degan 2020 yil ishlagan filmimizga sponsorlik qilgandi. Bu da qitimqi bu qaytish filmimizga iqtisodiyotdan yordam bo'ldi. Bu yerda alayda rahmatimizni bildiramiz. Andan keyin Avstraliya Sidneydan Mehmet bu akimizmi nihoyatda iqtisodiyotdan yordam bo'ldi. Ham hozirgacha bizga moddiy va ma'naviy jihatdan destak bo'ladi. Bu yerda alayda rahmatimizni bildiramiz. Andan keyin bizning Turkiya İstanbul'daki ticaretçi qarindoshimiz ağanimiz Eksanbek Açık Suları bu filmlerimiz var. İqtisodiyotdan yordamda bo'ldi. Bu yerda yardım rahmatimizni bildiramiz. Shundan birga bizning Qarmay jamoati deb bir jamoatimiz var, gerçi kichik bo'lsa-mu, o'zimiz loyiq bir şekilde her bir jamoatimizning ishlariga yaqindan yararlıkta bo'lib kelyapti. Mush filmimiz ro'yobga chiqqandan keyin Qarmay jamoatidagi qarindoshlarimiz bizga iqtisodiyotdan destak bo'ldi. Bu yerda alayda rahmatimizni bildiramiz. Andan keyin Belgiya jamoatida o'zi tashkillanib, G'ayratkam Aliya xonim boshlig'ida qarindoshlarimiz o'zligidan tashkillanib, bu yerda bizga moddiy jihatdan destak bo'lgan bo'ldi. Andan keyin Avstriyadagi jamoatlarimizdan Roshankul xonim boshliq bir turkum qarindoshlarimiz o'zining ko'ngilini izhor qilgan bo'ldi. Bu yerda alayda rahmatimizni bildiramiz. Andan keyin bizning Shvetsiya Uyg'ur birligi va Shvetsiyadagi qarindoshlarimizdin bizga moddiy jihatdan destak bo'ldi. Bu yerda bu qarindoshlarimizga alayda rahmatimizni bildiramiz. Qarindoshlar, endi deganimdek, endi bir ishni qilmoq oson bo'lgan bilan uning qo'llab quvvatlashi, uning qarindoshlarimizga har xil shaklda moddiy va ma'naviy destakda bo'lishi bizni texim bu shaklda bu qadamlarimizni nihoyatda ishga ilishga turtki bo'ldi ekan. Demak, dunyoning har yerida ismi atalmagan nurg'un qarindoshlarim bor. Amerikadan bor, Kanadadan bor, misolga
Norvegiyadan ba, Germaniyadan ba degandek nurg'un davlatlardagi qarindoshlarimiz ba'zi shaxsan Shvetsariyadan ba ismini atashni xohlamadi. Hem ata alayda jiklidi. Onun için biz bir yerde nimemizni, isimlerini atashni xo'p ko'rmadik. Onun için dünyanın her yerinden bizga mushunaq destekli olan qarindoshlarımızga rahmatimizni bildirib. Mana hayt o'tdigicha qaysi filmimizni ishlaymiz bir yillab ketibdi. Yani bir yillik munosabati bilan har birlariga haqsiz ichib o'tdik. Inshaalloh bu filmni ko'rgandan keyin qarindoshlarimizga bizga har xil shaklda taklif maslahatlarni berishni qabul qilamiz, qarshi olamiz. Chunki biz tehi bu ishlarda yangi, endi bosqichda endi o'mlab ketib qolgan bir insonlar. Onun için bizde tecrübe yok. Her şekilde özümüzün tırışçılığı, kızgınlığı bilen elip ketip barımız. Hem de bu yerdeki rolga çıkavatkan bu işlerini kılavatkan kadar hemisi pidakar qarindoshlarimiz. Özlüğünü işten sırt bunda köngül verip artıqçılığını jariy qildiray, men misliga yordamli şey deb, hatta Xitoydan qo'rqmagan shaklda, har xil bismlardan qo'rqmagan shaklda o'tirishib kelayotgan qarindoshlar. Bilginingdek, o siyasi filmni işlemek tesken, nurg'un adam bu işlerden tatanadigan, hem chekinadigan. Şunun için bu işlarga jasorat, hem bir yurak kerak ekan. Mushu rolga chiqayotgan, mushlarni qilayotgan qarindoshlarimga men biyadimmi, ularga samimiy rahmatimni bildiraman. Hürmetli qarindoshlar, gapni uzatmay, har birlariga mush munosabatdan rahmatimizni har birlariga bildirishdan birga bugungi mushu deganimdek ulanmani astaga qilib qo'ydim. Bo'lsa bizning turbitimizdan ko'rsanglar, turbitimizning ulanmasini taqib qo'ysanglar, nurg'un qarindoshlarimiz buni ko'rib ibrat olsa, ko'rgan qarindoshlarimizning bizga bergan ijobiy buningga bo'lgan baholashi nihoyat yaxshi. Shuning uchun biz bir şekilde bu işini davamlaştırış için texmo hayacanlanıp, texmo ruhlanıp meňewatymiz. Çünkü bu filmni ko'rgandan ki şu ko'rgüçlerge bergen her jihatdagi tarbiya ähmiyeti olsun, meyli filmning işleyiş nimesi olsun, süpti olsun, her jihatda biraz ilgirleş bağlığını etkan boldy. Bundan texmo hoş olduk. Demek qarindoshlar, bo'lsa o'sha filmlarimizni ko'plab taqib, taklif fikr berib, hatto imkoniyat yor bergan qarindoshlarimizning yana moddiy, ma'naviy jihatdan qo'llab-quvvatlashni umid qilamiz. Hammalarga rahmat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.